Bugundan boshlab bitta ham nasiya qilishmagin, tushundingmi? Ha. Qara, klient keldi. Ha. Keling otaxon. Bir tarelka mayda chuyda olsak, mehmonlar keladiganida. Mehmon keladiganmidi? Mehmon bo'lganda ham 10 yildan beri kutayotgan mehmonimiz kelyapti. Yoshi o'tib qolgan nabiram bor. Otasi, onasi o'lib ketgan, ahinga so'z kelyapti. Chiroyli qilib kuzataylik. Bir tarelka mayda chuyda olamiz endi. Ey! Nasiya qilishmagin, omali. Mana istezdan bir 30-40 ta bering. Bu bodamingizdan bir 50-60 ta bering. Bu mayizdan ham 100 ta berasiz. Otaxon, tayyori bor. Meva-cheva ham solib beraman. Xudo xolasa mehmonlaringizni zo'r kuzatamiz. Qulpinoy, Ko'ksulton, gilos ham bor. Avokado qo'shamiz, marakuya, angoya ham qo'shamiz. Tayyor ananas muzlatilgan. Qani, bitta tol, bitta qovun solib beramiz mehmonlarga. Otaxon, mehmonlaringizni yaxshi kuzatib oling. Rahmat bolalarim, baxtli bo'lsa bo'ldi nabiram. Salomat bo'linglar, rahmat sizlarga ham. Shuncha narsa oldimi? Malades pulini berdim ish qilib. Otaxonning pullari bir tarelka pistaga yetdi xolos. Nimaga bo'lmasam shuncha meva-chevani berib oldim. Puli yo'q ekanmi? To'g'risi, otaxon qiynalib turgan ekanlar, rahmim kelib ketdi. Shunaqa degan, bulardan sana rahmdilligingni, sana bu rahmdilliging menga juda ham yoqdi. Oyligini 2 baravar qilib ko'tarib beraman. Sendan juda ham xursandman. Deyiladi ibratli videoda oyligingdan ushlab qolaman. Senlar meni ko'kartirishmaysan.